Haqiqatdan o'zgarni gapirmaysiz, yolg'on ko'rsatib bersangiz, Jinoyat kodeksining 238, 240-moddalari bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortilishingiz haqida ogohlantiraman. Shu holatlarni bilgan holda faqat rost gapiraman deb toqat qazoylikni o'qib imzo qo'yasiz. Siz yig'lasangiz, bizni ishimizni ko'rishimizga xalaqit berishingiz mumkin. Shuning uchun imkon qadar yig'lamaslikka harakat qilib, faqat savollarimizga aniq javob bering. Onamdan başka balam yok da sürüyorsun. Aynanın gidesinden yordam verin. Yordam verin. İkinci buna kaçtık yani. Hozir sizga aytamiz, savollarimiz bor. Savollaringizga javob berib oling. Ha? O'zingizni qo'lga olib oling. Sizni kimligingizni bilib olaylik birinchi. Xalaqit berib qolasiz ishingizga. Shuning uchun iloji boricha sud ham sizni tushunadi. Imkon qadar savollarga aniq javob bersangiz bo'ladi. Allah razı olsun. Yaxshi. Ash suvdan ichib oling, qo'plab oling. Bu topama shularni ham endi jalb qilaman, xudo xolasa halol yo'lda ishlashadi. Pensiya olasizmi? Pensiyaga chiqolmayapman sudya javob. Chiqqaningiz yo'q hali. Yaxshi. Aynan sudlanuvchi sizni o'g'lingizmi? O'z xohishingiz bilan ko'rsatib berishga rozimisiz? Jinoyat qonunchiligida, Jinoyat protsessual kodeksida aynan o'z xohishi bilan yaqin qarindoshi ko'rsatib berishga rozi bo'lsagina sud so'roq qilishi mumkin. Shu talabga siz rozimisiz? Rozi bo'lsangiz, keyin ko'rsatib berishga. Rozi. Madikorlikka chiqadi. Madikorlikka chiqib, Men 3 yil Rossiyada ishlab keldim. Kelib sinasini chiqardi, otasi vafot etdi, uni chiqardi, aka-ukalar yordamida. Undan keyin juda qiynalib qolib, o qiz oilasi eri o'tib qolib, bizga olib kelib haydashyordi. Kuyov bolamiz to'kira bo'lib qoldi. Ota-onalar olib kelib meni uyimga tashlab ketdi sudyajon. Homiladorlik holida olib kelishdi. Men akasi bilan men bu qizni dunyoga keltirdim, farzandini. U bola hozir bog'chada. Kelamadi, kichkina go'dakda 3 yashar endi. Shu halol yo'l bilan ishlab yurdi. Fevral, yanvar oylarida 2 oylik, 3 oylik ona ijara uyga kirdik. Shu yerda shu voqealar bo'ldi. Qiynalib, nochor bo'lib, bu bolasiga doktorga tushib qolib, o'zim tushib qoldim doktorga. Nochorlikdan shu ishni qilib qo'ydi da sudyajon. Kechiringlar, sudya. Nima ish qilib qo'yibdi, bildingizmi? Nima ish qilganini eshitdingizmi? O'g'illikda. Savolingiz yo'qmi? Taklifi bormi? Aynan. Yo'qmi? Taklif bo'lmasa sud muzokaraga